Nafaqat santexnika, balkim elektrika ishlari ham luchovой sistemada qilingan bu binomizda. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mijozlar, do'stlar. Bu navbatdagi binomizda shunaqa ish qilinganki, elektrik hamkasblarimiz bilan birgalikda maqsadlashib, bir-birimizga xalaqit bermaydigan holatda, ya'ni nimagaki ular oxirgi paytlarda elektriklar ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni poldan yoki patologdan olib burilyapti, ya'ni luchovой sistema qilinyapti desak ham bo'ladi. Ya'ni o'sha steyajkadagida qolib ketadi, mana shu kabellar hammasi. E'tibor bersangiz, har bitta internetga alohida masalan kabel yoki o'sha rozetkaga alohida, lampalar uchun alohida va boshqa tizimlarga alohida kabellar ketyapti. Bu ya'ni uzluksiz bitta avtomatdan o'sha bitta xonaga alohida. Xuddi bizning santexnika tizimimizga o'xshab, ya'ni luchovой sistemadan biz foydalanamizki, vannaga, rakovinaga, unitazga alohida quvur turbalarda radiatorlarga boradigan bo'lsa, elektrikada ham xuddi shunaqa jarayon bo'lgan. Ya'ni bunaqa holatda maslahatlashib ishlash kerak. Elektriklar bilan yonma-yon qilish kerakki, bir-birimizga xalaqit berib yoki bir-birimizning mahsulotimizga ziyon berib qolish kerak emas. Xo'p, santexnika ishimizda mana Kanterim Ultraline turbo fittingda ishlatilganimizda luchovой sistemadan foydalanganmiz. Xo'p, trassalarimiz ham o'zini maxsus izolyatsiyalari bilan, ya'ni kotelnidan kollektorgacha alohida keladi va elektriklar ishini birga ko'rsatib ketaman imkon qadar. Bunda ham mana xonalarga kelyapti-da, trassa mana shu korpusning ichida. Ya'ni xavfsizlik uchun korpusning ichiga olingan har bitta nima kabelimiz. Shu bo'yicha glavniy asosiy shitga borib taqaladi. Va tepada ham mana ko'rishingiz mumkin. Har bitta lampaga deysizmi, o'sha datchikka deysizmi, konditsioner tizimi bo'ladimi, har bittasiga alohida borilgan. Albatta bizda mana qaysi joyda topli pol bor, qaysi joyda konvektorga moslab ketganmiz va bunga ham maxsus kabellar tashlab ketilgan. Bizda elektriklarimiz komlaga jamoasi juda ham ajoyib ishlagan, juda ham sifatli ishlari. Buni ham albatta nima deydi, tavsiya berib keta olamiz. Ishlari juda ham chiroyli. Ko'rayotganingiz har bittasi mana loyiha bo'yicha qilinadi bizda. Elektrika bo'yicha ham, santexnika bo'yicha, mebel har bittasi loyiha bo'yicha qilinadi. Bizda loyihadan chiqib ketmaganmiz, ya'ni loyiha bo'yicha ishlarimiz qaysidir joyda issiq bo'lgan topli pol tizimi bor, qaysidir joyda masalan konvektorlar bor, qaysidir joyda radiatorlar bor. Ya'ni 100% hamma joyga topli pol qilinmayapti, 100% radiator isitish tizimi qilinmayapti. Xuddi insonni qon tomiriga o'xshab bular mana yoyilib ketgan. Endi bu tomonda bu binoda ko'rishingiz mumkin, kabel bir yo'la elektrik kabellar ketyapti va santexnika tizim. Isitish, sovutish va sovuq suv, issiq suv tizimlari yoritib berilgan, ya'ni alohida olib ketilgan. Bu tomonda ham ko'rishingiz mumkin. Boshlang'ich loyihadan boshlab oxirgi ko'rinishigacha bo'lgan har bitta jarayon chizib qo'yilgan. Joyiga e'tibor bersangiz mana yonma-yon ketyapti har bitta kabelimiz va turba quvurlarimiz va bir-birimizga ziyon bermagan holatda olib ketilgan. Kabellar xavfsizlik sifatida olib ketilgan. Har bir qavatniki mana alohida, bu qavatniki, tepa qavatlarniki va radiatorlarimizga ham podacha baratganmiz. Luchovой sistemada bu ham o'zining maxsus izolyatsiyalari bilan birga. Ya'ni hali aytgandek loyiha bo'yicha qilingan. Qaysi joyda issiq pol quvurlari bor, qaysi joyda qo'yilmagan. Bu tomondan e'tibor beradigan bo'lsangiz mana issiq suv, sovuq suv tizimiga alohida va podacha baratga radiatorga alohida hamda topli polga alohida maxsus kollektorlardan foydalanganmiz. Sanuzel qismiga keladigan bo'lsak, installyatsiyalar qo'yilgan, ya'ni unitazga issiq suv, sovuq suvga mo'ljallab maxsus kollektorlardan foydalanganmiz. Va kichkina bo'lsa ham gidroudarlardan qo'yib qo'yilgan. Kanterim aksialniy fittinglardan foydalanganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kanterim Ultraline turbo fittingda va aksialniy fitting. Bu press emas yoki payka emas, eng oxirgi avvalda desak ham bo'ladi. Hatto mana shu topli pol kichkina joyda qilingan bo'lsa ham, bundan ham maxsus mana komnat, ya'ni termostat qo'yiladi. Bu o'sha joyning haroratidan o'chib yonib ishlashga moslashtiriladi. Kabellarga e'tibor bering. Bularda ham rangli gofralar ishlatilgan. Masalan, qizil, ko'k yoki qora. Bu sanuzelda ham o'ziga yarasha maxsus kollektor qo'yganmiz, ya'ni issiq sovuq suvga mo'ljallangan. Bu o'sha bu xonani o'ziga yetadigan darajada taqsimlangan. Va albatta, mana devor ichiga qo'yiladigan smestitellar. Ko'rishingiz mumkin. Nima uchun oxirigacha qilmaymiz? Chunki har xil kafel bo'lishi mumkin. O'sha payt joyida, ya'ni gulidan kelib chiqib yoki kafelning bo'yidan kelib chiqib, bu narsa qo'yiladi. Tepadan o'lchab. Va albatta mana maxsus traplarimiz. Oldingi videolarimizda ham aytgan edik, ya'ni devorga qo'yiladigan trap maxsus.
Bu nima uchun qilinadi? Bu tomondan kelgan uklon hammasi, ya'ni nishablik shu burchakka keladi va shu tomondan tushib ketadi. Buni olib qo'yib tozalash ham osonroq bo'ladi. Ya'ni ichki qismidan bemalol olib tozalasa bo'ladi. Bu maxsus denfinal lenta hamma joyda qo'yilgan, hamma xonada maxsus qo'yib ketilgan. Bu binomizda o'zimizning eng yaxshi hamkasblarimizdan bittasi, ya'ni o'zimizning sherigimiz, o'zimiz shogirdlarimiz o'sha ma'mur brigadasi, ma'mur jamoasi o'z faoliyatini olib boryapti. Juda ham sifatli ishlar. Bu qismiga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, qaysi joyda mebel bo'ladi yoki boshqa narsa bo'ladi, topli pol, iliq pol qilinmagan, qaysi joyda topli pol ham radiator qilingan. Sekin-sekin hamma tarmoq, ya'ni o'sha turbakorlarimiz bir joyga sekin jamlanyapti. Ichki suv alohida, sovuq suv alohida, radiator tizimiga mo'ljallangan kollektor va topli pol tizimiga mo'ljallangan kollektorlarimiz. Bu sanuzel. Bu yerda ham unitaz, bide, dush, vanna hammasi hisob olib ketilyapti. Bu joyda ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, devor ichiga qo'yiladigan maxsus shu trapdan foydalanganmiz. Ya'ni suv asosan shu joydan ketadi. Tepa qismida bizda ozgina joy topli pol bo'lishi kerak edi, shunga mana bu tomondan olib tushganmiz ana. Tepaga alohida kollektor qo'yilmaydi. Mana go'zallik, mana qulaylik deydi. Juda ham chiroyli to'qilgan, juda ham qoidasi bo'yicha denfinal lentalar, Penaplex hamma narsa o'z o'rnida. Ko'p bora ta'kidlab kelamiz, mana oxirigacha olib kelinmaydi bizda Penaplex. Ya'ni chekkagacha olib kelinmaydi. Bu keyinchalik o'sha staj qo'yganda yoki peril o'rnatganda xalaqit bermaydi yoki o'sha ziyon berib qolmaydi. Agar biz topli pol turba kuvlarni olib keladigan bo'lsak, bexosdan uni teshib, bilmasdan teshib qo'yish mumkin, har xil noqulayliklar olib keladi. Ertaga suv toshib ketishi mumkin, turba yamab yurish kerak. Shuning uchun imkon darajada chetroq qoldirish kerak emas turba kuvlarni. Hozircha shu jarayonda turibdi. Inshaalloh keyingi jarayonlarni ham yoki o'sha isitish tizimi, ya'ni qozonxonani ham, kotelning joyini ham ish jarayonida bitgandan keyin yana ko'rsatib, yoritib boramiz. Keyingi sonlarda batafsilroq, to'liqroq ma'lumot beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da yana kerakli yoki foydali ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Salomat bo'ling.